bu sanani bilmoq bo'lsang, didorkamni unutma. Sulton Vali borku ammo xonadagi. Ana shu kishi Hazrat Amir Temurning pirlari bo'lgan. Didorkam degan boshina joy bor, yaqin bo'lsin, bog'ri bosib ketar edingiz-ku, shu soyda. Ana shu yerga bir marta uchragan. Betma-bet. Didorkam deb shunga nom qo'yilgan. Keyin pir tutgan o'zlariga. Hazrat Amir Temur aytganki, menga siz pirsiz. Demak, keyin Xo'ja Sulton Vali o'lgandan keyin Amir Temur shu yerga maqbara quradilarda katta. Ulaydi, yana quradi, yana 3 marta shunday bo'lgandan keyin Amir Temur 3 kecha kunduz o'ylaydi, nima xato qildim. Keyin tushiga ko'radiki, bitta Bibishirin degan singlim g'oyib bo'lgan 9 yoshli salom, mana ziyoratga borganimizda g'oyib bo'lgan. Ana shu g'oyib bo'lgan joyga borib maqbara quring desa, yana tuyaga ortib Amir Temur o'sha g'ishlardan olib bu yerga quradi. Keyin shu turadi. Ana shu sobiq ittifoq davrida 3 marta buzilgan. Menga hamma nimalari bor, farqlari bor. Hatto g'ishlariga cho'q qo'yganman. Tushunasizmi? 3 marta, bu 4-marta. Erkin Boynoz davriga keyin boshqatdan qurdilar. Mana bu hozir qurgani nechinchi marta ekan? 4-marta. Ana shuni